bobo. Ey jonim basan bobo. Ey jonim. Avvalachi. Aka ehson qiling. Sani qilgan boshqa ishing yo'qmi? Yo'q. Hozir to'xtab tur. Nima qilaman buni? Ha, qilgan boshqa ishing yo'q ekan, yo'l-yo'lga tashlab o'tib ketasan-da. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Sizda musofirda yurib ishlagan oyligingizni uyga jo'natishda muammo bo'lib turgan bo'lsa, men sizga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Bu ilovadan zo'r kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Undan tashqari, Humo uz kartlarga ortiqcha foizlarsiz so'mni ham yuborishingiz mumkin. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan uyga pul yuboramiz. Ha, aytgancha, bu ilovani siz Play Market va App Store dan topishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Erkak kishi ko'chani odami. Erkak ko'chada o'ynash kerak. Uyga kirib ololmay qizlarga o'xshab. Masalan, men har kuni ertalab ko'chaga chiqaman, shomdan keyin uyga kiraman. O'g'il, qani uyga kiringchi. Hozir kelaman. Bo'li. Erkak ko'katdi. Dada, jichchani yeto vaziyatga solib qo'ydingiz-da meni. Ha, nima bo'ldi, o'g'il? Mahallada vallarga hayot haqida saboq berib turadi. Savog'ingizni qo'ying, o'g'il. Sentrga tushib, dehqon bozor ishintayday joydan manirovka go'sht olib kelasiz, boring. Odil quvasay olti ariq yashnadir ishton, Farg'ona go'zalsan, Farg'on. O'tirancha, mashina dedi nima qilyapsan? Urib o'rganda nima bo'lardi hozir? Ammo aka pulimiz bo'ldingiz. Boshqa bahona topa olmadingmi? Aka, manirovka go'shingizdan berar ekansiz, dadam aytdilar. Hop, necha kilo beray uka? Necha kilo olsam ko'mir qo'shib berasiz? 3 kilo. Bo'lmasa 3 kilo torting. Rahmat. Qirmizi olma, shirin bo'larkan, yarim oy. Tirrancha, balonim qani? Endi gap bunday bo'latishga. Erkak odam go'sht yeb turish kerak, baquvvat bo'ladi. Ha, to'g'ri. Hozir o'zim senga qo'l bala qilib mangal pishirib beraman, ta'mini ko'rasan. Dadam tovuqni so'yib shunaqa qilib berganlar. Dadam baba o'xshatalmaydi. Nimaga? Mani ham dadam rosa harakat qildilar, o'xshatalmaydilar. Mana o'zo'r ekan. Abdusamat o'g'li, boy uyingga ket. Nima parod qilyapsan bular oldi? Dada to'g'risida, eplolmadingiz o'sha kuni. Bab sayohatni manirovkasi zo'r-a? Ha, bo'pti, tan oldim. Maktabim puli qani? Aka, pulimiz siz olmadingizmi mabodo? Bu aka. Aka, ishlayapsizmi? Haldan beri sizdan so'rayapman. Ha, nima deyapsan, bagichi? Pulim qani? Uxlading, balajon. No. Olmalar bor, shirin olmalar bor, polinglar, kelyapman aka olma oling. O'balachi, G'oppar akani taniysanmi? Mana shu yerda savdo qilar ekan, lekin nima sotishni bilmayman. Ha, taniyman. Joyi qayerda? Yuring, boraman. O'ngga buriling. Tashqariga chiqamiz, chapga buriling. Ha, xo'p. Mana shu. Shetmi? Ha. Aka, har doimgi olgan manirovkamizdan 3 kilo bering. Ha, bo'ldi uka. Aka, bonusiga ko'mir qo'shib oldimmi? Men aytgan G'oppar bu basi. Muncha shoshilasiz, hozir o'zimiz ishimni bitirib olib, keyin G'oppar aka uyiga boraman. Go'ng, tama qalay buni? Aka, mazasiga gap yo'q. Bu narsani uyda tayyorlayolmaysiz. Yeb ko'ring, klient topib olasiz. Mana shu balani gapiga 100% ishonaverasizlar. Gaplari to'pa-to'g'ri. Demak, nima qilamiz? Farg'ona dehqon bozor kelib, mana shu yerdan manirovka go'shtlarni olib uyga olib borib pishirib yeb ko'ramiz. Keyin qanaqaligini qo'ni-qo'shnilarga, qarindosh-urug'larga aytib yuboramiz, o'shanda zo'r bala bo'lasiz. Ana aka, ehson qiling. Ana aka, ehson qiling. Aka, ehson qilmaysiz mabodo? O'sha yerda kutib turing, hozir kelaman, aka. Yo'q-da, to'g'ri tushunaman. O'barachka, naqa kel. Ha, aka. Hozir a?
O'zi dorixonaga chiqdim. Doktor nima yozib berdi, o'qib berchi.